Assalomu alaykum. Bugun biz moliyaviy bozorlar uchun dolzarb mavzu kliring ishtirokchilari o'rtasida to'lovlarni bajarmaslik, default xavfini kamaytirish mexanizmlari haqida fikr almashamiz. Nega bu masala muhim? Chunki har qanday moliyaviy operatsiyada ishonch va barqarorlik eng muhim jihatlar hisoblanadi. Agar ishtirokchilardan biri o'z majburiyatini bajarmasa, butun bir tizim ishdan chiqishi mumkin. Shuning uchun bu jarayonlarda kliring markazining roli beqiyos. Avvalambor kliring markazi markaziy kontragent sifatida ishtirok etadi. Bu degani har bir bitimda u sotuvchi uchun xaridor uchun esa sotuvchi bo'lib chiqadi. Agar tomonlardan biri majburiyatni bajarmasa, markaz uning o'rnini bosadi va ikkinchi ishtirokchining manfaatlarini himoya qiladi. Bu mexanizm orqali bozor ishtirokchilaridagi ishonch oshadi, xavf esa minimallashadi. Ikkinchi muhim jihat moliyaviy kafolatlar tizimi. Kliring markazi ishtirokchilardan bir qator zaxiralar talab qiladi. Bular boshlang'ich marja, ehtimoliy xatarlarni dastlabki qoplash uchun, variatsion marja, kundalik o'zgarishlardan kelib chiqadigan yo'qotishlarni bartaraf etish uchun. Keyingisi esa kafolat fondi. Bir yoki bir nechta ishtirokchi defaultga uchragan taqdirda tizim barqarorligini saqlash uchun ishlatiladi. Bu zaxiralar tizim xavfsizligi uchun qo'shimcha to'siq vazifasini bajaradi. Uchinchi jihat hisob-kitobni yetkazib berish mexanizmlari. Bu yerda eng asosiysi TVP va PVP, ya'ni qimmatli qog'ozlar yetkazilishi va pul to'lovi bir vaqtda amalga oshiriladi. Turli valyutalardagi o'zaro to'lovlar esa sinkron tarzda bajariladi. Natijada bir tomon to'lab, ikkinchi tomon yetkazib bermadi degan xavf yo'qqa chiqadi. To'rtinchi yo'nalish xavflarni boshqarish va stress testlash. Kliring markazi ishtirokchilarning moliyaviy barqarorligini muntazam tahlil qiladi. Turli stress ssenariylar orqali ehtimoliy holatlarni modellashtiradi va zarur choralarni ishlab chiqadi. Bu orqali tizim har qanday noqulay vaziyatda barqaror bo'lib qolishini ta'minlaydi. Nihoyat, yana bir muhim mexanizm real vaqtda monitoring. Kliring markazi ishtirokchilarning pozitsiyalarini doimiy kuzatib boradi. Ochiq pozitsiyalar, kapital yetarliligi, kunlik yo'qotishlar tahlil qilinadi. Agar xavf oshib ketsa, markaz qo'shimcha marja talab qilishi mumkin. Bu esa xavf tarqalib ketishidan oldin uni cheklash imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, kliring markazi default xavfini kamaytirishda bir nechta muhim mexanizmlardan foydalanadi. Markazlashgan kafolatlar, moliyaviy zaxiralar, sinxron hisob-kitob, stress testlar va real vaqtda monitoring. Natijada moliyaviy bozorda barqarorlik, shaffoflik va ishonch yaratiladi. Bu esa ishtirokchilar va investorlar uchun xavfsiz muhitda ishlash imkonini beradi.